Qachon moyaklar kichayib ketadi? Bittasi varikotsiyalik kasalligida, chunki qon aylanishi yomonlashadi, oziqlanish yomonlashadi, kichiradi. Ikkinchisi anabolik moddalar qabul qilganda, mushak masalalarini oshiraman deb ukollar qilingan paytida, ukollar moyaklarni o'chirib qo'yadi va kichiradi. Yana bittasi bu infeksion kasalliklar. Masalan, tip kasalligida yoki jinsiy yo'llar bilan yuquvchi infeksion kasalliklarda moyaklarga zarar yetishishi mumkin va kichirib qolishi mumkin. Yoki gormonal buzilishlarda ham moyaklar kichirib ketadi. Xo'sh, moyaklar kichirib ketsa nima bo'ladi? Moyaklar kichirib ketsa, bepishlik yuzaga kelishi mumkin. Mushak masalalari kichirib kamayib ketishi mumkin. Doimiy depressiyaga tushishi mumkin erkak kishi. Bundan tashqari libido, ya'ni jinsiy aloqaga bo'lgan xohish pasayib ketib qoladi, jinsiy zaiflik yuzaga kelib qoladi. Nima qilish kerak? Vrachga borish kerak, gormonal fon tekshirilishi kerak, moyaklar ultratovush to'lqinlari yordamida tekshirish kerak. Vrach nima qilib bera olishi mumkin? Vrach hech bo'lmaganda sababini aniqlaydi va o'sha kichirib ketish jarayonini to'xtatib berish mumkin. Balkim ba'zi holatlarda o'z holiga ham qaytaradi. O'zingiz asrang.